La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Eşhedü la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. Assalamu alaikum Uzbek halkı. Здравствуйте, жители России и Европы. Nima demoqchimanki, yangi bittasi Abdulla Zufardiman. Yangi raddiya qilib chiqarganimga Abdulla Zufar yaxshi. Uni rasiylarini eshitmabsiz debdi bir birodarimiz. Men shuni aytmoqchimanki, u yangi da'vat bo'lyaptimi, urushga, jihodga da'vat bo'lyaptimi? Buni hech kim hech qachon oqlamaydi. Alloh taolo shunday imtihon qilib yaratdik degan bunda dunyoni. Keyin Alloh taolo insonni yaratgan paytga aytganki, yangi farishtalar aytganki, biz senga ibodat qilamiz. Sen shu qon to'kayotganni yaratasanmi degan, yerga qon to'kib nohaq buzg'unchilik qilayotganni yaratasanmi degan. Qon to'kish hech qachon oqlanmaydi, shuni yaxshi bilinglar. Garchi aytilgan bo'lsa ham, mani missiyam inshaalloh tinchlik yo'li bilan boradi. Mana bu internet orqali da'vat qilish, yangi Qudjahjah deganlaring, Imom Mahdi deganlaring hammasi da'vat bilan bo'ladi. Urushga sanlar ham tayyor emas, hech kim tayyor ham bo'lmaydi. Shunchaki vaqtlar o'tib ketaman apandiga o'xshab shaqillatib. Inshaalloh mana shu bilan birikasanlar, birikmasang kapaningga, yoki sancha pancha bo'lsan, Don Kixot obrazi bo'ladi. Ana shu Don Kixot obrazini bajaramiz. Boshqa uni hech qanaqa narsasi yo'q. Birlashasizlarmi, birlashmaysizlarmi, o'zlaring bilasizlar. O'zi mana bu internetlar hammasi sen aytgan kofirlarni, nasaralarni, yahudlarni qo'liga hamma apparatlar, instrumentlar. Mana men bitta videomni ko'rdim, o'zi videomni tahlil qilib beryapti. Chat GPT mana bu Gemini deganing o'zi. Shunday qo'ysang videoga o'zi amallarini aytib beryapti. Bu odam nima qilmoqchi, missiyasi nima, maqsadi nima, o'zi hammasi chet tilda o'zi. Inshaalloh Abdulla Zufaring ham 4-5 yillarga o'zi kerak ham bo'lmay qolsa kerak. Nima desanglar, sun'iy intellekt ham rivojlanib ketyapti. O'zi ham aytgan unaqa domlalarga ehtiyoj ham bo'lmaydi. U ham qaydandir eshitgan, haqiqatan ham o'zi inshaalloh u maqsad olingandan keyin Alloh taolo manqanasalar yerdan supurib tashlangandan keyin qiyomat soatidan o'tilgandan keyin Zuhra 61-oyatdan o'zi hech kim hech narsani qiziqib bo'lmay qoladi. Mo'rchaga o'xshab odamlar tirikchilik qilaveradi, odam o'ldirish. Undan keyin bo'lmaydi, qon to'kish bo'lmaydi inshaalloh. Nima desang, o'zi sani bitta mana terror haqqi ham, boshqa haqqi ham, odam o'ldirish haqqiga gapirdingmi, o'zi senga qarshi o'zi apparat avtomatik ishlab chiqarilaveradi bu narsalar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nimadan bu video tushunarlimi, tushunmaydimi, bilmayman. Tushunib bilish kerak. O'lgan shekilli.